Yürek güç az urug' tuqqanlarimiz orqasi mahfilimiz servatman bir ko'kshi tutganmish taqdirdosh do'stlarimizning hammasida katta xo'sh qilib etdik aziz tuqqanlar. Hech bo'lmasa men yuraklardan bir tat berib qo'ymasanglar zodi bo'lmaydi. Men uchun emas, mush tuqqanlarimiz xo'sh bo'lganlik uchun xo'sh bo'ldinglarmi? Xo'sh bo'ldik. Nima sabab? Depray. Ma abzakam o'zinglar bilasizlar. Ma bu akalar. Mani elvassa, ma abzakamning kuzi yepilib qotib bu meyib bir odam. Aka, siz kaç derecelik meyip ha? 4. derecelik meyip. Ma közleri basak, ma qog'ozlar basak yepilib qolsin ama. Qanchalik odam shunday yuribdi-lar? Manimga bir 4-5 yil oldu. 4-5 yil. Menga muaqil 8-10 yil oldu. Mana mushu akam o'zininki dukun ekan aziz tuqqanlar. Endi bu akamiz o'zi bir meyip igilik tikildi. Unikeni muşunda taqdirdosh do'stlarimizning hammasiga kelsa kiyim-kechakni butunlay haqsiz holatda ta'minlab qilib beraylik. Buchoq ichidimi qilib men bilib hamda yomon jiq qildingiz. Endi yana 6 ayning 11-12 mushu 2 kunning ichida taqdirdosh do'stlarimiz kelsanglar yana ham haqsiz kiyimlar bilan o'zingizning xohlig'ini olib kelsanglar tamoman bitgan. Hozir yana guvochilab turayotgan mana bizdagi meyiplar idorasining rahbarlarimi hamisha keliklik. Muşşilni ko'zdan kechirib yaxshi qilibsizlar deganlik uchun unikeni mahfilini tatib turyapmiz aziz tuqqanlar. Mumkin bo'lsa, bir hafta yuraklarni bir qo'yinglar. Shu sababdan mahfilim ko'proq taqalsa, atrofimizdagi mushunda taqdirdosh do'stlarimiz kep foydalanib olsa degan bir o'tinish bilan shu film tatib qoldik. Paski nimangizni aytib qo'ydim aka. Go'nji qilmaganlar go'nji qilaveringlar aziz tuqqanlar. Bir hafta elak olib qolgan ishtim bo'lmaydi. Muş akımızdan mı hem de nurgun hikayeleri var, zopyonlarını köp bakanlar, iyiliklikler jarayonidagi nurgun qiyinchiliklarni qattiq patagıcı kişi bulup, onu gene pul tepip loban boğadan ma dükkanını içiyorlar. Mişaninki ornuna muşu deprey, nima torso ya var? Xo'yan rasmi. Ha, at vazirden xo'yan yasliniki aldığı kep lan karıs kalsanlar yeşil gör dep muşu dükkanının üzü ba. Bu çok ömürde yakında bir koyanlar tutallar, kavanıga. Peski aytib qo'ydim. Nima gapim bo'lsa abzakam desanlar, tamamen butu. Rahmat.